Bir yigit aytadi, men oddiy bir sotuvchiman deydi bozorda. Bozorda mendaqa 100 ta sotuvchi bo'lsa, 100 tadan bittasi men deydi. 100 tani qatlami, ya'ni uruyni, mol-u davlati, do'konidagi narsalar, ijtimoiy, siyosiy, moddiy, moliyaviy ahvoli qanday bo'lsa, men o'shanday deydi. Bir kuni do'konda yangi mollar keldi. Ertalab saharda turib, o'sha yangi mollarini men rastaga teryapman deydi. Rastalarga teryapman. Eskirog'ini oldinroqqa, yangirog'ini bir chetroqqa, bir tijoratlarga, xaridorlarga bir go'zal ko'rinsin va tijoratim yurishsin. Bugun yangi mollar keldi. Bizdan odamlar ko'proq xarid qilsin degan niyatda men oyoq kiyimlarini rastaga teryapman deydi. Do'konni oynasidan qarasam, do'kondan tashqarida bir yigit, ana boshini ko'ryapman, mana shu joyini ko'ryapman deydi. Do'konning derazasidan oyoq kiyimlarga termulib turibdi. Va men unga qarab, bu yoqqa keling dedim. U yo'q dedi. Men o'zim ko'chaga chiqdimda uni do'konimga taklif qildim. Ertalab sahar men rastalarni teryapman va o'shanda qaradimki, u yigitcha qo'ltiq tayoqda bir shimini, bir oyog'i osilib turibdi. Ya'ni bir oyog'i yo'q ekan. Uni do'konga taklif qildim. Taklif qilgandan keyin u aytdiki, meni pulim yo'q. Men oyoq kiyim sota olmayman, shunchaki ko'ryapman dedi. Yuragim yomon bo'lib ketdi-da, aytdimki, sizni mabodo pulingiz bo'lganda qaysi oyoq kiyimni olardingiz dedim. U obdon tanladi. Qarab chiqdi, butun do'konni qarab chiqdi-da, bittasini tanladi. Men mana shuni tanlardim dedi. Lekin men buni ola olmayman, chunki 30 lira deb yozib qo'yilgan va buni ham menga o'zi hojati yo'q dedi. Men 30 liraga mabodo pulim bo'lsa-yu olsam, meni bitta oyog'im tug'ma yo'q. Men bittasini ola olaman. Menga to'g'ri kelmaydi dedi 30 liraga oyoq kiyim olishlik. Men unga kulib aytdim, birodar, dunyo katta. Sizni o'ng oyog'ingiz bor ekan dedi. Kimdir keladi, uni chap oyog'i yo'q-u, boru o'ng oyog'i yo'q. Bozorda har xil odamlar bor. Eng muhimi dedi, odamlarning oyog'i yo'q bo'lsa ham ular odam hisoblanadi. Odamlar bor, oyoqlari bor, qo'llari bor, hamma joylari salomat, lekin vijdonlari yo'q, ular odam hisoblanmaydi dedi. Bolakay bu gapni tushunmaskan. Amaki, men shu gapni menga qaytarib aytding, ma'nosini tushunmayapman dedi. Men ichimda aytdim, sen hali yosh bolasan-da, sen tushunmaysan dedi. Oyoq kiyimni oyog'iga to'g'rilab uni kiydirdim. Bo'ladimi dedim, bo'ladi dedi. Bu dedi, aslida dedi 30 lira turadimi dedi. Ha dedim. Sen birinchi xaridor bo'lganing uchun men uni senga 20 liraga berishim kerak dedi. Xo'p. Sen o'zi bittasini olasan-ku dedi o'zi. Ha, xo'p, men bittasini olaman. O'shanda qancha bo'ladi? 10 lira bo'ladi dedi. Men buni boshqa tijoratchiga sotaman dedi. Boshqa odam kerak bo'lsa sotaman dedi. Xo'p, amaki, o'shanda menda 5 lira ham yo'q-ku dedi. Sen qiziq odam ekan-kusan dedim. Mana kiyib turgan oyoq kiyimingni ko'ryapsanmi dedi. Shunda yigitcha qaradi-da, o'zi oyoq kiyimidan uyalib ketdi. Juda ahvoli yomon bo'lgan. Bu dedi antikvar hisoblanadi dedi do'konchi. Shunday oyoq qo'limga oldimda, uni men qaysi fabrikadan chiqarganini ko'rdim. Aynan mana shu fabrika aksiya e'lon qilgan dedim. Kim agar bizdan sotib olingan eski oyoq kiyimlarni olib kelsa, unga bir dona, ya'ni yangi komplekt, ya'ni 2 dona yangi oyoq kiyim beramiz dedi. O'zi hayron bo'ldi. O'tirardi. Yangi oyoq kiyimga qarardi, o'zini eski oyoq kiyimiga qarardi, menga qarardi. Nima bo'layotganini bilmasdi u.
Xuddinki ertak aytib beryaptimi bir kishi yoki u tush ko'ryaptimi, nima holat bo'lyapti bilmadi. Unda men nima qilishim kerak dedi. Bolakay, unda hech narsa qilishing kerak emas. Oyoq kiyim oyog'ingga to'g'ri keldimi? To'g'ri keldi. Turda borda maktabingga boraver. O'zi nechinchi sinf o'qiysan deganda, 2-sinfni tamomlab 3ga o'tyapman deganda, borda unda maktabingga bor deb men uni do'kondan chiqarib yubordim dedi. Keyin bu bo'lgan voqeani o'rtoqlarimga, aka-ukalarimga aytib bersam, ular mendan so'rashdi, "Bu bolakayni undan oldin ko'rganmisan?" Men aytdimki, "Yo'q." "O'zi sen bu ishni nima uchun qilding?" deganda u aytardi, "O'zi men nima uchun bu ishni qilganimni ham bilmayman. U bolakayni men tanimayman o'zi. Nimaga bu fikrlar meni xayolimga kelganligini ham bilmayman, lekin bir narsani bilaman." Nimani bilasan? Men o'sha yili, o'sha kunlari bolakayga oyoq kiyim ehson qilishimligimdan oldin bir narsani bilaman. 100 ta do'konchi qanday bo'lsa, men ham shunday edim. 10 so'm puli bo'lsa, meni 10 so'm pulim bor edi. Bitta mashina bo'lsa, meni ham bitta mashinam bor edi. Bitta uyim bo'lgan bo'lsa, meni ham bitta uyim bo'lardi o'sha payt. Demak, do'kondagi tijoratchilarning aksari qanaqangi ijtimoiy ahvolda bo'lgan bo'lsa, meni ham ahvolim shunday edi. Lekin men bir narsani bilaman. Men o'sha 100 tani endi bugungi kunda birinchisiman deydi. Bozorda, ya'ni do'konda, shu mahallada, shu atrofda bugun menga teng keladigani yo'q. Alhamdulillah, Allohning fazli deydi bu. Men o'sha payt bu ishni nima uchun qilayotganimni bilmasdim. Lekin men bir narsani bilaman, lekin men bugun Allohning fazli bilan birinchilardan ekanligimni men bilaman deydi.